Va yana bitta mahsulotimizni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Faberlic kompaniyasining ikki xil patchlari, bilasizlar, kremlardan ko'ra patchlarni yoshartirish effekti ko'proq bo'ladi. Sababi buni kechqurun tinch holatda qayeringizga ajin bo'lsa, shunda ichidan olasizlar. Bu okeanim seriyamiz, ya'ni dengiz o'tlaridan bo'lgan patchimiz. Hozir sizlarga men ko'z atrofi uchun loshkasini bolalarim o'ynab tashlagan. Mana shundoq olamiz va qayeringizga ko'zingiz atrofiga ajiningiz bo'ladigan bo'lsa, shundoq kechqurun osmonga qarab yotgan holda qo'yasiz va bu tomoniga sizlarga hozir okeanim seriyamizniki, endi menda dehqoncha ketdi bu yoqqa, ahamiyat bermaysizlar. Ikkalasini ham loshkasini bolalarim o'ynab olib qo'ygan. Tak mana dengiz o'tlaridan bo'lgan patchimiz. Buni xohlasangiz peshoningiz, xohlasangiz yuzingizga, kimdir mana bu yoqlarda ajini bo'ladi. Shunda osmonga qaragan holda kechqurun qo'ysanglar, mana shu joyini muzdekkina qilib yoyib beradi. Ishoninglar, mana shu patchimizni shunda olganinglardan keyin tagida shunaqa teringlar tekis bo'lib, o'sha bitta defektni sezasizlar. Mana